hazillashadigan narsa yo'q. Bu jiddiy narsa. Bu jiddiy olgan odamga jiddiy narsa, o'yin qaragan odamga o'yin narsa. Jiddiy qarab turib hayot tarzini o'zgartirgan odam yutadi. Biz hozir shunaqa jamiyatda yashayapmizki, biz bir qo'porib aytganda yashash uchun kurashga qo'yib yuborilgan Alloh taoloning maxluqlarimizda. Biz endi qanday to'g'ri yashash uchun kurashni olib borsak, biz yutamiz. U yutqizganligimizni 10 kunda, 15 kunda yoki 1 yilda kimdir baholamaydi. Hozir 35 yoshdasiz. Hozir siz to'g'ri tanlov qilsangiz, to'g'ri tanlov qilganligingiz uchun 1 yil, 2 yil qiynalishingiz mumkin hayot tarzini o'zgartirish uchun. No, darsi qolgan umringizni 30-40 yilda mazza qilib yashaysiz. Endi noto'g'ri tanlov qilsangiz, 1 oy lechini olasiz, 2 oy yaxshi bo'lasiz. Undan keyin yana 1 oy lechini olasiz, 2 oy yaxshi bo'lasiz. Shunaqa qilib butun 30-40 yil umringizni qolganini arosatda balansa og'riq bilan o'tib yuborishingiz mumkin-da. Mana shu ikkita yo'lni siz uchun-da, bu ikkita yo'l, Anvar uchun ikkita yo'lni yaxshi yomonligini hozir tanlash kerak. Uni tajriba qilib turib 5 yildan keyin buni tanlayman, 2 yildan keyin buni tanlayman deyishga imkoniyati yo'q-da. Bu o'yinda yutadigan ham, yutqizadigan ham o'zi. Shuning uchun Anvar o'zini o'zi qo'lga olish kerak.